Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan qisqa fursatli tanaffusdan keyin yana uchrashib turganimizdan xursandmiz. Biz o'zi yomon odatlarga har doim qarshimiz, chunki shifokor sifatida ham bu narsani ko'p aytamiz bemorlarga va sog'lom insonlarga ham albatta bu narsani tavsiya bermaymiz va sezib turganlaringizda bugungi mavzumiz juda ham qiziqarli, ya'niki spirtli ichimliklar va mana shunga muntazam ruju qo'ygan insonlar, ya'niki klinik holat alkogolizmni razbor qilib chiqamiz. Biz yuz jarrohi bo'lganligimiz uchun implantolog sifatida, ya'niki insonning chiroyiga, tashqi qiyofasiga qanaqa ta'sir qilishligi va nima holatni, ya'niki bemorga kelgan vaqtida shifokorlar qanaqa bilish mumkin va organizmda bemorlarda qanaqa yomon holatga ketishi mumkinligini umumiy holatda tushunchaga ega bo'lib olasiz. Undan tashqari o'sha osteointegratsiya implant qo'ygandan keyin osteointegratsiya bo'lish holatlari qanaqa kechadi va buni lecheniya qilish uchun, ya'ni davolashda qanaqa chora-tadbirlar qilinishi kerak degan narsalarni aynan bilib olishingiz mumkin. Va bilasizlar, biz iloji boricha tibbiy terminlarni oddiy tilda tushuntirib berishga harakat qilaman va albatta mana shu mavzuni ham chuqur tushunib olasizlar degan umiddamiz. Va albatta bu holatga, ya'ni etanolda spirtli ichimliklarning organizmga qanaqa ta'sirligini bilib olasizlar degan fikrdamiz. Demak, boshladik. Bismillah. Alkogolizm aytib o'tganimizdek spirtli ichimliklarga muntazam, ya'niki ichib kelayotgan insonlarda paydo bo'ladigan qaramlik holati desak ham bo'ladi yoki holat, klinik holat deb aytsak bo'ladi. Bunda ya'niki 3 ta stadiya bo'ladi. Ya'ni alkogol ichadigan insonlarda birinchi navbatda psixologik, ya'ni qaramlik yoki psixologическая зависимость deymiz rus tilida. Ikkinchisi fizическая зависимость. Undan uchinchisi esa ensefalopatiya holatida kechadi. Organizmimiz shunchalik darajada aqlli tuzilganki, men bu yerda sizlarga tushuntiray, mana kelinglar. Bizda asosan ikkita sistema bor-da. Ya'niki o'sha psixologik, fizik, ya'niki ruju qo'yish bir-biridan qanaqa farqlarini ozroq tushuntirib ketaman. Ya'niki qaramlikda, зависимостьda. Birinchi navbatda fizik зависимостьda xolis sizda o'sha чувство вины, ya'ni aybdorlik hissi bo'ladi. Ya'ni ertalab turganda bemorlarda asosan nimaga ham o'sha narsani ichdim degan narsalar bo'ladi yoki qayd qilish, o'sha rivotniy refleks holi juda ham yaxshi rivojlangan bo'ladi. Ertalabda qayd qilib yoki ichgandan keyin juda ham ko'p qayd qiladi. Chunki qarang, organizm o'sha narsani qabul qilmayapti, yod jism sifatida qabul qilinmayapti-dan tashqariga chiqarib olishga harakat qiladi. O'zi qanaqa holatda ko'p terlashi mumkin organizm yod jism chiqarish uchun, yod narsalarni chiqarish uchun yoki axlat orqali ichib ketish orqali chiqarib olish mumkin yoki qayd qilish orqali. Demak, bularda mana shu narsalar yaxshi rivojlangan ekan. Asosan keyingisi fizическая зависимостьda bu narsa aslida kamayib ketaradi. Agar ichmaydigan bo'lsa, har xil tremorlarga tushishi, organizm talab qilishni boshlaydi va bu narsalarni sizlarga yotiq bilan tushuntiramiz. Demak, boshladik. O'zi qanaqa mexanizmda sizlar bilib olinglar. Qaranglar. Mexanizm shundan iboratki, biz aytamizki, xalqda o'shanaqa kayf degan narsa bor. Ya'ni kayf beradi. O'shaning uchun iste'mol qilamiz yoki sigaret mahsulotlarini chekish, nosvoy yoki narkomaniya, toksimaniya bemorlari bor. Kayf degan ibora bor. Bunda asosan ikkita sistema ishlaydi, azizlar. Bunda demak, glutamat sistemamiz bor. Glutamat, ya'ni har bir mashinada gaz bo'lgani bilan tormozimiz bor. Demak, ikkita sistema. Qachon kayf dedi, qachon tashqi muhitga siz yetarli darajada e'tibor bermasangiz va reaksiya qilinmasa, javob reaksiyasi bo'lmasa, o'shanda kayf degan ibora bilan aytsak bo'ladi. Demak, biz gazni qachonki blok qilsak, ya'ni bosamiz, lekin ishlamayapti. Demak, buni gazimizni ham bloklab qo'yishimiz kerak ekan. Demak, bu glutamat sistemasi ekan. Demak, gaz ishlamasa, glutamat sistemasi yaxshi ishlamaydigan bo'lsa, yokiga endi ikkinchi holatda qachon tormoz yaxshi juda qattiq ishlaydigan bo'lsa, siz javob reaksiyasi nisbatan o'shanaqa kam bo'ladi, to'g'rimi? Demak, bu gamma aminomassidna kislota deydi rus tilida yoki ingliz GABA deydi buni. O'sha sistema juda ham qattiq ishlaydigan bo'lsa va ichkilik ichgan vaqtida epilepsiya xuruji nisbatan kamayganday bo'lishi mumkin, kamayadi. Ya'niki epilepsiyada ham mana shu narsani bog'lab ketay, epilepsiya mavzumiz ham bor. Lekin degan joyi bor, oxirigacha eshitdinglar bu narsani. Ya'niki epilepsiyada gaz sistemi juda ham qattiq ishlab ketadi. O'shaning uchun sudorgalar, xurujlar berib qoladi, to'g'rimi? Yoki tormoz sistemasi yaxshi ishlamayapti. Demak, bunda tormoz va gazni blok qilyapmiz. Ya'niki spirtli ichimliklar bilan. Lekin degan joyi bor. Agar u narsani muntazam ichib kelayotgan inson to'xtatib qo'yadigan bo'lsa, nima bo'ladi? O'sha gaz pedali har doim bosyapti, lekin ishlamayapti. Ishlab ketadigan bo'lsa, oxirigacha gaz pedali bosilib ketishi mumkin. O'shaning uchun bu epilepsiya xurujlarini nisbatan oshirib yuboradi spirtli mahsulotlar ichayotgan insonlarda. Xo'p, demak, tushunib oldingiz degan umiddamiz. Undan tashqari dopamin, ya'niki o'sha sentr udовольствия, o'zidan qoniqish hissi, bizda motivatsiyaga javob beradigan hislarni asosan dopamin qilib beradi. O'sha dopaminni ham regulyatsiyasiga ta'sir qiladi va bizda asosan mana shuni ichgan, ya'niki iste'mol qilgan bemorlarda o'sha o'zidan qoniqish hissi bo'ladi. Birinchi psixologik holatda, psixologik зависимостьda bunda asosan har xil holatlarda bemor o'ziga sabablar to'qishni boshlaydi. Ya'niki do'stimda to'yi bo'lganligi uchun yoki do'stimda tug'ilgan kuni, qanaqadir bir sabablar yoki mana bu shoirda tug'ilgan kuni, men qiyosiy ma'noda aytayapman, o'shanaqa holatlarda bemorlar keltirib chiqarishni boshlaydi. Endi buni ta'sir qiladigan joylari desak, birinchi gipokamp sistema, bosh miyaga ta'sir qiladi. Uni peshona sohasi va gipokampga birinchi zarba beradigan hisoblanadi alkogol. Bunda aql idrok peshona sohasida bo'ladi. O'shaning uchun aql idrok nisbatan pasaygan holatda yoki gipokamp xotira markazi nisbatan kamaygan bo'ladi. Bularda o'sha ma'lum bir narsalarni xotirani uzluksiz eslab qolmaydi, uzlukli eslab qoladi. Ya'ni o'rtada qanaqadir bo'shliq bo'ladi va bu bo'shliqlarni to'ldirishga harakat qiladi. Ya'ni bu konfabulyatsiya deb aytsak ham bo'ladi. Ya'niki bunda
har xil yolg'onlar bilan to'qilishni boshlaydi yoki xotirani isitib chiqarib qo'yish hisobiga implant qo'yadigan bo'lsak, biz bemorlarga qanaqadir dori vositalarini iching muntazam deydigan bo'lsak, yodidan ko'tarilib qolish holatlari ham uchrab qolishi mumkin. Undan tashqari miyachaga ta'sir qilish joyi bor. Miyachada bunda asosan ataksiya holati, ya'ni bunda siz dabdirab yurish deymiz, to'g'rimi? Aynan alkogol mahsulotlarini ichib yuradigan insonlarda dabdirab yurish yoki bularni ko'p ichgandan holat etadigan bo'lsa, bu aytdim, glutamat sistema ishtirok etadi deb aytdim. Gaz sistema juda ham qattiq ishtirok etib ketadi. Chunki har doim gazni bosyapsiz, ishlamayapti. Lekin uni alkogolda ichmay qo'yadigan bo'lsa, gazni bir bossangiz, bu 2 marotaba tezroq yurib ketadi. O'shaning uchun tremorlar berib qoladi bunda va bu tremorlar ikkinchi stadiyada bo'yi aytib o'tdik, ya'niki jismoniy qaramlikda nisbatan bu narsalar ichgandan keyin susayishni boshlaydi yoki kamayadi yoki yo'q bo'ladi. O'shaning uchun ular organizm talab qilishni boshlaydi va undan tashqari bizda uzunchoq miyaga ta'sir qiladi. Mana shu yerda aytib ketaylik, yuzga jarrohi sifatida ham, umumiy narkoz sifatida qayerdadir siniq bo'ladigan bo'lsa, nima bo'ladigan bo'lsa, undan keyingi reabilitatsiya, ya'niki jarayonlarga ta'sir qiladi va operatsiya olgan vaqtingizda ham bunda umuman olganda operatsiyada qilinadigan dori vositalar induksiyaga ta'sir qiladigan, ya'ni boshlang'ich narkozda qilinadiganlar, ya'ni o'sha glutamat, GABA, ya'niki GAMP sistemaga ta'sir qilganligi uchun, gaz tormoz sistemaga ta'sir qilganligi uchun ular o'zimchalik yaxshi ishlamayapti pedallaringiz. Yana ta'sir qilish uchun biz narkozni ko'proq berishimizga to'g'ri keladi va narkozni qancha ko'p bersangiz, har bitta dori vositani albatta toksik ta'siri bo'ladi. O'shaning toksik ta'siri oshib ketadi va bitta narsani aytib o'tishimiz kerakki, bu aynan hozir aytib o'tdik, uzunchoq miyaga ta'sir qiladi. Uzunchoq miyada esa markazlar nafas olish markazi va qon aylanish markazi joylashgan bo'ladi va bularda asosan to'satdan aritmiyalar berib, hattoki yurak to'xtab qolishi yoki nafas to'xtab qolish holatlariga olib kelib qo'yishi mumkin. Undan tashqari biz mesni anesteziya qilishimiz mumkin, to'g'rimi? Mesni anesteziya qiladigan bo'lsak, kletka urovnida bu umuman olganda hujayrada ATFda bog'lanish xususiyati va parchalanish xususiyatiga to'sqinlik qiladi. Bizda energiya bo'lmaydigan bo'lsa, asosan glikoliz kechadi. Ya'niki anaerob bosqich ketadi, atsidoz, pH pasayadi. Ya'ni pH pasaygan hisobiga biz bilamiz, o'zi yallig'lanish jarayonlarida o'zi anesteziya ta'sir qilmasdi. Endi bunga yuborasiz, anesteziya ta'sir qilmaydi. O'shaning uchun bularda anesteziya ta'sir qilmaydi. Undan tashqari bularda jigarda metabolizm asosan jigarda bo'ladi alkogol. O'shaning uchun jigar yaxshi ishlamaganligi uchun, ya'ni muammolar yuzaga kelaverganligi uchun bizda mahalliy anesteziyami yoki o'sha narkozda bo'ladigan har xil dori vositalar yuborilayotgan jigarda metabolizmga uchrashi kerak. Jigar yaxshi emas, demak yaxshi ta'sir qilmaydi. O'shaning uchun dori vositalar bu bemorlarda asosan ta'sir qilmaydi va bitta narsani aytib o'tish kerakki, bu bemorlarda muntazam alkogol ichib yuradigan bemorlarda shifokorlar asosan xirurgik manipulyatsiya qilayotgan vaqtida, ya'niki kровотечениyadan qon ketish xavfi ham juda ham kuchli bo'ladi. O'sha narsa uchun iloji boricha MNO, VSK testlarini topshirib qo'yish kerak bemorda. Qoni to'xtamaydi. Chunki asosiy o'sha hosil bo'ladigan qon hujayralarida, ya'ni biz aytib o'tamiz, внешний faktor сверtывания deydi, qon ivish faktorlari asosan o'sha jigarda boradi. Demak, jigar yaxshi ishtirok etmayaptimi? Demak, bularni sintezlab bo'lmaydi. Ular asosan proteinlardan iborat bo'ladi. Demak, proteinlar o'sha narsa sintezlanishiga ta'sir qilganligi uchun ham tashqi qiyofaga ta'sir qiladi va qon ivishiga. Hozir birdaniga tashqi qiyofaga deb aytdik, kelinglar, bularniki qanaqa holatda kechadi. Xo'p, qanaqa holatda ko'rinish, tashqi ko'rinishi bo'ladi, asosan tez qarish belgilari namoyon bo'ladi. Chunki mana shu yerda aytib o'tib ketaylik, qiziq faktni, mana ko'rib turganlaringizda, qiziq fakti, asosan severda, ya'niki shimolda yashaydigan xalqlarda bularda ya'niki mast holati nisbatan pastroq bo'ladi. Ya'niki ruslarga, bizlarni aziyat odamlarga nisbatan mastlik juda ham sekin kechadi. Uni mexanizmi esa atsitaldegid degan, ya'niki dehidrogenaza, atsitil dehidrogenaza yoki alkogol dehidrogenaza deydi. O'sha ferment nisbatan ularda yaxshiroq ishlaydi bizankiga nisbatan va mastlik holati nisbatan ularda kamroq uchraydi. Va bunda mana shu atsitaldegid asosan yuzda shishlarni paydo qilish xususiyatiga ega. Shishlar, undan tashqari kollagen deb aytib o'tdik, proteinlarni sintezlash uchun ham ta'sir qiladi. Proteinlar asosiy shakl element hisoblanadi. Bizlarni tana massamizni beradigan, muskulimizni beradigan, terimizni turg'unligini beradigan asosiy narsalar bu kollagenlar va proteinlar hisoblanadi, oqsillar. Demak, bularda ajinlar paydo bo'lishni boshlaydi. Mana ko'rib turganlaringizda bemorlar mana shunaqa holatlarda bo'ladi. Har xil ajinlar paydo bo'ladi. Bu yerda yuzda asosan qizarishlar paydo bo'ladi. Bilamizki, ya'ni bemorlar asosan ichgan vaqtida qon tomirlar nisbatan alkogol ichadigan insonlarda kengayadi. Kengaygan vaqtida esa birinchi navbatda oshqozon ichak sistemasiga hamma joyga qon ko'p boradi. O'shaning uchun bularda terlab ketadi. Hamma sovqotayotgan vaqtida ham bular isib ketaveradi. Chunki giperemiya holatlari yuzaga keladi. O'zingiz o'ylab ko'ring, misol uchun sizga katta narsada, katta trubada bo'yiga kelyapti, отопление kelyapti. Kichkinagina trubada отопление kelyapti. Qaysi xonani isitib beradi yaxshiroq desa, albatta katta trubada keladigan. Xuddi shunaqa holatda bularda ham shunaqa bo'ladi. Qon yaxshi kelgani hisobiga va appetitni ochadi boshiga, bular to'yish hissi bo'lmaydi. Yevradi, to'yish hissi bo'lmaydi. Lekin keyinchalik esa bu narsani albattaki qayd qilish bilan chiqarish ham bo'ladi. Bu aytib o'tganimizdek qayd qilish bilan kechadi. Xo'p, aytib o'tdik. Undan tashqari men o'zim implantolog sifatida implantatsiyaga qanaqa ta'sir qiladi desa, bu osteointegratsiyaga ta'sir qilishi. Demak, implant sistemamizda bo'ladigan bo'lsa, mana
mana bunaqa implant bo'ladi va tishga qo'yilayotgan vaqtida bunda osteoblast degan narsa bor. Boyagi mexanizmga keladigan bo'lsa, bizning suyak hujayralarimizda qaytadan shakllanishi uchun yoki umumiy hosil bo'lish uchun kerak bo'ladigan hujayra bor, osteoblast deymiz buni. Va uni albatta parchalash uchun kerak bo'ladigan. Qariganimizda asosan ikkinchi biz bo'yimiz cho'kib qolishi yoki nisbatan suyaklarimiz mo'rt bo'lib qolishi qari insonlarda osteoklast sistema, asosan buni ham gaz tormoz sistema deb olsangiz bo'ladi. Yoshi qarilarda tormoz sistema, ya'niki osteoklast sistema oshib ketishi bilan osteoblastlardan ko'ra. Demak, osteoblastlarni bloklaydi va kostni regeneratsiya holati kamroq kechadi. O'shaning uchun bularda osteointegratsiya bo'lmaganligi uchun bular olish implantni organizm qabul qilishi qiyin kechadi. Undan tashqari vitamin D ga ham ta'siri bor. D3 vitamin ergokalsiferol holatiga ham ta'sir qiladi. O'shaning uchun suyaklanish holati qiyin kechadi. Undan tashqari periimplantit bo'lish xavfi yuqori hisoblanadi, chunki bu yerdagi perfuziyani, ya'ni qon aylanish sistemasida aterosklerozda chaqirishi mumkin, bilamiz, alkogol vositalar. Undan tashqari o'sha kichik kapillyarlarda qon aylanishda buzganligi hisobiga periimplantit yaxshi qon bilan ta'minlanmaydi. Mana shu hujayralar yoki to'qimalar va shuni hisobiga ham yuzaga keladi. Undan tashqari bizda yallig'lanish mediatorlarini aktivlashtirib yuboradi. Interleukin 1, 16, 18 xudo xolasa u narsani juda ham ichkariga uglublyonli holat tushuntirib berishga harakat qilamiz keyinchalik holatda. Demak, periimplantit yuzaga kelish ehtimolligi oshib ketadi bu bemorlarda. Bularni asosan tayyorlab keyin olish maqsadga muvofiq. Asosan zapoylarda yuradigan, aytib o'tdik, ensefalopatiyalarda yuradigan bemorlarda 3-stadiya yoki qaramlik bo'lgan vaqtlarda 4-8 hafta minimum remissiyaga o'tishligini kutiladi. Yokiga umuman olganda alkogol qachon me'yorga tushadi desak, alkogol organizmda 48 soatdan 72 soatgacha mast bo'lgan insondan keyin organizmda to'liq chiqib ketish uchun va jigarda metabolizmga uchrash uchun o'shancha vaqt ketar ekan. Bu 2 kun, 3 kun degan. Demak, mana shuncha vaqt davomida bizni kutishimizga to'g'ri keladi. Lekin albattaki muntazam ichib yuradigan insonlarda bu narsani planoviy holatda kechiktirgan va remissiyaga tushgan vaqtidan keyin olish kerak. Xo'p, kelgan bemorda qanaqa bilsak bo'ladi? Boya aytib o'tdik, ataksiya holatlari yoki biron bir narsaga qo'l qo'yib ber desangiz, tremor bo'ladi, qo'li qaltiraydi. Bemorlarda asosan mana shunaqa holatda qo'l qaltiraydi yoki bir chiziqda yurish yoki ya'ni qo'lini burun uchiga tekkizish holatda biz bilamiz nevrologiyada o'shanaqa holatlarda qiyin kechadi. Ataksiya holati shatkay poxodka deydi, o'shanaqa narsa yoki bir tog'dan bir bog'dan gapirishi yoki o'sha jigarida muammoligini o'sha muntazam alkogol ichib yuradigan insonlarda qanday bilsalaringiz bo'ladi desak, konsultatsiya vaqtida ularning sklerasi sarg'aygan bo'ladi. Giperbilirubinemiya holati yuzaga keladi, chunki o'sha sariqlikda va o't yo'llarida o't chiqishligini kamaytiradi va o't tosh hosil bo'lishini ham oshiradi. O'shaning hisobiga jigarda muammo bo'lganligi uchun sariqlik ko'zga beradi. Birinchi bilamiz, sklera namoyon qiladi. O'shandan bilsak bo'ladi. Xo'p, shu joyda demak aytib o'tishimiz kerak, bu bemorlarda asosan bundan qutulish qanaqa kechadi desak, asosan qutulish bu vitamin B gruppi mahsulotlarini bersak bo'ladi. Mana oshqozon osti bezini ham ta'sir qiladi. O'shaning uchun sahrni oshirib yuborish xususiyatiga ega va sahrni diabet, ya'ni qandli diabet olib kelish ehtimoligi oshadi yoki gepatoz yoki sirroz deydi va boshqa sirrozlardan nisbatan farqi bu qaytalanmaydigan sirroz beradi. Bu aytib o'tdik, qon ketish xavfi va hokazo va bu aynan aytib o'tishimiz kerak shifokor sifatida bu aynan insonni erkak kishi, ayol kishi disfunksiya, reproduktiv disfunksiyaga ham olib keladi. Ya'niki o'sha jinsiy xohish, o'sha xohishda yo'qolib qolishi, o'shanaqa narsalarni olib keladi. Undan tashqari yurak sistemasiga ham aytib o'tdik, aterosklerozda aytib o'tdik va bu insonlarda asosan mast holatda biz fiz rastvoriga yoki o'sha glyukozaga 5% ligida insulin bilan birgalikda yoki glyukozani o'zi, chunki kletkalarga yaxshi kirganligi uchun tez ta'sir qilish xususiyatiga ega, o'shandan mast holatini tezroq chiqarish xususiyati bor. Undan tashqari vitamin B guruhi qilinadi, chunki nerv impulslarini tezroq o'tkazish uchun. Lekin asosan men o'ylaymanki, alkogolizmdan chiqarish uchun birinchi navbatda oila juda ham muhim hisoblanadi. Ya'ni insonning turmush o'rtog'i, bola chaqalari yoki ota-onasi bularga asosan ta'sir etib, o'sha noto'g'ri ekanligini tushuntirib o'tish kerak bu holatda. Bugun tushuntirib beradigan narsalarimiz shu edi. O'zi aslida gapirishimiz kerak bo'lgan narsalar juda ham ko'p edi, lekin iloji boricha qisqaroq qilishga harakat qildik. Menimcha ko'pchilikka tushunarli bo'ladi degan umiddamiz. Sog' salomat bo'linglar. Albatta, yoqqan bo'lsa, layklar, kommentlar bilan bizani qo'llab-quvvatlab qo'yinglar. Xudo xolasa keyingi darslarimizda shifokorlar uchun va alohida bemorlar uchun mexanizmlarni chuqurroq tushuntirib va hayotiy tushuntirib berishga yanada kirishamiz. Sog' salomat bo'linglar, yaxshilikda ko'rishaylik.